Tasavvur qiling, Norvegiya aviakompaniyasining SMMchika o'zining raqobatchilarining logotipini Instagram avatarkasiga joyladi. Nimaga u jinni bo'lib qoldimi desangiz, mana sizga hikoya. Kecha kechqurun futbol bo'yicha jahon chempionatida Norvegiya va Angliya bir-biriga qarshi o'ynagan edi. Va o'yindan oldin Fly Norwegian marketing bo'limi British Airwaysga viziv tashadi. Keling, sporlashamiz. Agar kimni komandasi yutqizsa, o'sha raqobatchisining logotipini o'zining avatarkasiga qo'yadi deb. British Airways ko'p o'ylashdi, keyin ha mayli deyishdi. Davay, o'ynaymiz dedi. Xullas Norvegiya yutqizdi va endi o'zingiz ko'rishingiz mumkin, akkauntni pastda qoldiraman, o'zini avatarkasiga British Airways logotipini qo'yib qo'ydi. Mana shu narsa situativniy marketing deyiladi. Nima degani va qanday ishlaydi? Qanaqadir hodisa bo'ladi va shu hodisaga siz qandaydir reaksiya berasiz. Siz ko'rib turgan mana shu video ham bu situativniy marketing, ya'ni men mana shu hodisani ko'rdim va sizga aytib beryapman. Siz o'zingizning kontentingizda ham xuddi shuni ishlatishingiz mumkin. Bu qanaqadir yangilik, yangi qonun yoki qanaqadir bo'layotgan hodisalarga reaksiya berish bo'lishi mumkin. Nima deb o'ylaysiz? Norvegiya aviakompaniyasi bu harakatdan keyin yutdimi yoki yutqizdimi?